Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoy zulmi sababli 16 yil davom qilgan farzand hasrati g'albilik oxirlashdi. Türkiye Devlet Televiziyasi TRT xabar kanalının 26 sentabr kech soat 10'da e'lon qilgan xabarda tajovuzchi Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi zulmi sababli 16 yil davom qilgan farzand hasratining oxirlashganligi ko'rsatildi. Ota-ana yurak parisi bo'lgan bolalari hayotdagi eng ulug' va cho'ng yo'lanchiki bo'lgan ota-onasi bilan uzun yillik firoq hasratidan keyin hammaga qodir Allohning izni Ondan keyin Türkiye Bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan'ның yo'l meng'ishi bilan oxirida 16 yildan keyin Anqaradagi uyda jam bo'ldi. Janobi Allohning bu iltifotiga cheksiz shukrlar aytgan Mirkamiljon oilasi Sharq Turkistonda qolgan 2 farzandini Turkiyaga akilishga yo'llangan Türkiye Bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan'ga faqat Alloh rozi bo'lsin. Bosh ministrimizning qanday murodi bo'lsa, Janobi Alloh shuningga yetkazsin. Biz bosh ministerimizga buningdan boshqa minnatdorligimizni bildirishga ojizmiz dedi. Qashqarda qolgan 2 bolasi bilan 16 yildan keyin bir yerga jam bo'lganligidan xo'shal bo'lib, ko'z yoshlarini tutolmagan Mirkamiljon Qashqarli o'zining 1997-yili ona vatandan ayrilganligini, shu vaqtda o'g'li Salohiddinning 3 yosh, qizi Sharofatning 1 oylik ekanligini, ishg'olchi Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi besim siyosiy sababli o'zining yurtdan ayrilishga majbur bo'lganligini, Uyg'urlarga nisbatan pasport ishlatishning qiyinligidan 3 yoshlik va 1 oylik bolasini qo'yib chiqishga majbur qolganligini bildirdi. Erdo'g'anning Mirkamiljon Qashqarlining 2 bolasining Turkiyaga kelishiga yo'l mengishiga Mirkamiljonning Turkiyada tug'ilgan kichik o'g'li Mujohid Qashqarlining sabab bo'lganligi bildirilgan xabarda ilgari Turkiyada elib berilgan davlatlik Chanoqqal'a kunini xotirlash marosimida she'r o'qigandan keyin Erdo'g'an bilan ko'rishgan Mujohid Qashqarlining Erdo'g'anga bir parcha maktub berganligi, keyin Erdo'g'anning Mujohid Qashqarli oilasining ziyoratini qabul qilib, Qashqarda qolgan 2 bolasini Turkiyaga akilishga o'zining bevosita ko'ngil bildirganligiga va'da berganligi uqtirildi. Allohning izni bilan Turkiya bosh ministri Erdo'g'anning Uyg'urlarga ko'ngil bilishi sababli ota-onalari, farzandlari, urug' tuqqanlari va do'st birodarlari bilan yillardan beri bir yerga jam bo'lolmay hasrat chekayotgan minglarcha Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning biri bo'lgan Mirkamiljon oilasining farzand hasrati oxirida g'albilik oxirlashdi. Janobi Allohdan ayrilish hasrati chekayotgan barliq qarindoshlarni o'z murodiga yetkazishini tuvanchilik bilan tilaymiz. Aqsuda 10 Uyg'ur qo'lga olindi. Urumchida 5-iyul qatliamida ziyonkashlikka uchraguvchilarning oilalari qattiq nazorat qilinmoqda. Xitoy tajovuzchilari o'zining davlat bayrami va musulmonlarning Qurbon hayitining yiqilishi bilan Uyg'urlarga qaratgan besimini texmo kuchaytirdi. Uyg'ur biz to'rining xabar qilishicha, musulmonlarning Qurbon hayit bayramining yiqilishi va Xitoylarning 1-oktyabrdagi bayram kuni sababli Xitoy soqchilari atalmish sezgur mazgil kirdi deb Sharq Turkistonning Aqsu shahridan Qashqarga boradigan cho'ng yo'ldagi yo'lovchilar avtobusida 25-sentabr kuni 12 nafar Uyg'urni qo'lga olgan va uningdan boshqa qo'lga elish haqida tafsilot bermagan. Uningdan boshqa markaziy shahar Urumchida atalmish muqimlik saqlash xodimlari masjidlarga o'rinlashtirilgan. Hatto maxsus ko'zitish holchilarini qo'yish orqali 5-iyul Urumchi qatliamida ziyonkashlikka uchraguvchilarning oila tabobiatlari qattiq nazorat ostiga ilingan. Urumchi shaharlik ma'lum bir aholiliklar rayonining xizmatchisi muxbirga aholi rayoniga kirib chiqqanlar kimligini tizimga oldirdi. G'ayri ahvollar ko'rilsa shu hamon yuqoriga ma'lum qilamiz degan. Seshanba kuni Xitoyning rasmiy davlat bayrami bo'lib, ishg'olchi Xitoy doiralarining qarashicha bu kunda Sharq Turkiston nihoyatda sezgur mazgilga kiradigan vaqt ekan. Shuning uchun har yili bu vaqtda Xitoy qurolli soqchi tarmoqlari Uyg'urlarning salohiyatini tekshirishni qattiq kuchaytirdi va nurg'unlagan begunoh kishilarni, bo'libmi yoshlarni davlat bayram mazgilida hech qanday qonuniy asosga tayanmasdan turmalarga yig'ib oladi va bayramdan keyin qo'yib beradi. Sharq Turkiston ishg'olchisi Xitoy doiralari o'tgan Ro'zi hayit bayramining harfi kunisida Aqsu shahrida Uyg'ur yoshlarini qo'lga olib, qonliq voqea keltirib chiqargan edi. Әмді Qurban hayit bayramining yiqilishib kelishi bilan Uyg'urlarga qaratgan nazoratini texmo oshirib kuchaytmoqda.
Xitoyning Guangxi o'lkasida terrorlik voqeasi yuz berdi. Nihoyatda chiroyli shiorlar ostida o'zining razillik va chiriklik siyosatini ijro qilib kelayotgan Xitoy kommunist doiralari oxirgi kunlarda o'ziga qarshi har xil terrorlik harakatlariga duchor bo'lmoqda. Sharq Turkiston va Tibetga o'xshash ishg'ol ostida qolgan boshqa millatlar bo'lsin va yoki Xitoylarga o'xshash o'z millati bo'lsin, hammasini besim bilan boshqarib kelgan Xitoy doiralari o'ziga qarshilik bildirgan har qanday bir fuqaroni bo'libmi Uyg'ur xalqini terrorchi buzuq unsur deb ayblab qattiq bostirib kelmoqda. Xitoyning bu xil besim siyosati va xalqini qul qilish siyosati faqat Sharq Turkiston xalqi tarafidan emas, Xitoyning o'z fuqarolari tarafidan ham qattiq norozilik uchirmoqda. 29-sentabr yakshanba kuni ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebookda tarqatilgan bir xabarda yaqinda Xitoyning Guangxi Wuju shahri Sangwu noyizida Xitoyning atalmish xalq soqchilariga shu yerlik xalq qattiq hujum qilganligi va bu vaqadagi atalmish xalq soqchilari masxara qilinib, Xanzu terrorchi unsurlar xalq soqchilariga hujum qilib, davlatning bexatarligiga ig'ir tahdid solganligi ilgari surilib, mundaq deyilgan. Bugun Guangxining Wuju shahri Sangwu noyizida Xanzu terrorchi unsurlar xalq soqchilariga hujum qilib, davlatning bexatarligiga ig'ir tahdid soldi. Bu qatimliq terrorlik voqeasida ko'plagan soqchilar ig'ir yaralandi. Xanzu terrorchilar soqchi mashinalarini chiqib, davlat mulkini buzib, eng vahshiy usullar bilan davlat ma'murlariga hujum qildi. Hozirgi xabarga asoslanganda xalq soqchilari va Xanzu terrorchilar tomonidan qanchalik odam hayotidan ayrilganligi aniq emas. Davlatimiz bu qatimliq Xanzu terrorlik voqeasining kelib chiqish sababini tekshirmoqda. Davlat bundoq terrorlikqa qarab tura olmaydi. Xanzu terrorchilarga tegishli jazosini beradi deb Xitoy doiralarining hadisila xalqni bostiradigan, bo'libmi Uyg'urlarni kichikkina ishlardami terrorchi unsurlar deb bostiradigan razil siyosati qattiq masxara qilingan. Xitoy Avasiya shirkati bu bir yil ichida 80 qatim yolg'on hujum qilish tahdidiga uchirgan. Yolg'on hujum qilish tahdidlaridan qo'rqib ketgan Xitoy doiralari yolg'on tahdid solg'uvchilarga qattiq jazo beradiganligini ogohlantirdi. Al-Hayat xabar to'rining xabar qilishicha, Xitoy havo yo'llari shirkatlari mushu bir yil ichida hozirgacha 80 qatim yolg'ondan hujum qilinish tahdidiga uchrab, majburiy yerga qo'nish, vaqt masalasida yo'lovchilarning kechiktirilishi va yo'lovchilarning ansizlikka uchrashi qatorliq ishlarga duchor bo'lgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan sud mahkamasining yuqori amaldori Liu Guanglong qasddan yolg'ondan hujum tahdidi bor deb ansizlik keltirib chiqaruvchilarning qattiq jazolanganligini, jazoning 15 yildan ortiq qamoq jazosini o'z ichiga olganligini ilgari surib, yolg'ondan tahdid xabari qiluvchilarning yolg'on xabarlar orqali nurg'un ziyonlarni keltirib chiqarganligini ilgari surgan. Sud mahkamasi bayonotchisi Jon Gongning ilgari surishicha, bu yil 5-oydan hozirgacha yuz bergan aeroplanda bomba borligi haqidagi 6 qitimliq tahdid sababli Beijing, Shanxay va Guangxiga qatnaydigan yo'lovchilar aeroplanlarining 22 qitimliq safari majburiy yerga qo'ndirilgan. Xi Jinping Janubiy dengiz masalalarini tinchlik yo'li bilan hal qilg'usi borligini aytdi. Indoneziyada ziyorati bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinping Janubiy Xitoy dengizidagi orol talashish masalasini tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Reuters axborot to'rining xabariga ko'ra, Xitoy raisi Xi Jinping 3-oktyabr payshanba kuni Xitoyning Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan Janubiy Xitoy dengizidagi orol talashish masalasini tinch yo'l bilan suhbat o'tkazish orqali bartaraf qilishni xohlaydiganligini uqtirgan. Indoneziyaning Jakartada parlament a'zolarining oldida so'z qilgan Xi, Xitoyning Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan tijorat mablag'ining hajmini 2020-yilgacha trillion dollarga yetkazish maqsadining borligini e'lon qilgan. Xabarning mazmuniga qaraganda, Xitoyning Xitoy Janubiy dengizi rayoniga qo'shni davlatlarning orollarini ular bilan elib berayotgan tijorat vositasi orqali tinch shaklda o'zining qilib olish niyatining borligini oshkorlagan. Erdoğan hijobga qaratilgan cheklamalarni amaldan qoldirdi. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan 30-sentabr dushanba kuni hukumatining ommaviy ish organlaridagi xizmatchi ayollarning yog'liq ortishini cheklaydigan qarorni amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Erdoğan Turkiya poytaxti Anqarada Turkiya vaziyatini yaxshilash siyosadagi bir qancha islohotlar ustida to'xtaldi.
U islohotlarning biri bo'lgan hukumat doiralari ichida ayollarning yog'liq ortishini cheklashni amaldan qoldirish islohoti haqida biz ommaviy ish organlari ichida ayol xizmatchilarining yog'liq ortishiga qaratilgan cheklamani amaldan qoldiramiz degan Erdo'g'an bu yog'liq ortish cheklamasining ayol soqchi, ayol askar, ayol sudchi va ayol advokatlarga qarata davomlashadiganligini bildirdi. Uzundan beri diqqat qilinib kelayotgan islohotlar haqida ochiq so'z qilgan Erdo'g'an u islohotlar ichida osonliq millat kurdlarning huquqiga hurmat qilish islohotimi bor ekan. Muxbirlarga ko'rsatilgan bu islohotlar qatorida xususiy maktablarda shu yerlik shivadagi turk tilidan boshqa tillarda ta'lim berishmi bor ekan. Jumladan hozirgacha cheklanib kelgan kurd tili ishlatildi ekan. Erdo'g'an yana 1980-yil yuz bergan inqilobdan keyin ismi o'zgartirib etilgan ba'zi kurd shaharlarining o'zining aslidagi kurdcha ismiga qaytarilishga bo'lganligini e'lon qildi. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak da yapılmasının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama alıyor. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Suriyadagi fidoi qo'shinlar birlashdi. Suriyada qonxo'r Asadga qarshi jihad qilayotgan 13 cho'ng qurolli guruhlar birlashdi. Suriyada atalmish radikal islomchilarning Asad diktatorasiga qarshi kuchlar ichida kunsiri eshib borgan ta'siri talash tortishlarni o'ttirg'i chiqarayotgan bu kunlarda 13 dona cho'ng qurolli guruh markaziy Turkiyada bo'lgan Suriya xalqaro tashkiloti SUKO'ni e'tirof qilmaydiganligini bildirib, Al-Qoidaga yaqinligi bilan to'nilgan Al-Nusramu ichida bo'lgan guruhlar bilan islomiy istehkom qurish qarorini e'lon qildi. Ichlarida Ahrarush Sham, Tavhid qo'shoni, Islom qo'shoni qatorliq harbiy kuch-quvvat jihatdan kuchlik bo'lgan guruhlar bo'lgan, har birining minglarcha askari bo'lgan 13 guruhga oldingi kuni internet to'riga qo'ygan sinalg'u lentasi bilan G'arbning qo'llashiga erishgan general Salim Idris rahbarlik qilgan yuqori darajalik harbiy majlisni e'tirof qilmaydiganligini e'lon qildi. Suriyadan boshqa davlatlarda qurilgan barliq tashkilotlarni shundaqla xalqaroda Suriyaga vakillik qildiganligini bildirib faoliyat qilayotgan SUKO'ning Suriyadagi qarshilik bildiruvchi kuchlarga vakillik qila olmaydiganligini bildirgan bu tashkilotlar diktatorga qarshi turgan barliq kuchlarga shariat asosida qurilgan islomiy birlik ostida bir yerga kelish chaqiriq qildi. Mo'tadil islomchi deb tunilgan Abdul Aziz Salama o'qigan o'rtaq bayonotning imzolari orasida erkin Suriya armiyasining umrutqisi deb bilinadigan eng cho'ng guruhlarmi yer olgan. Taliban hujumi Amerikalik 2 generalni huquqidan tushiribdi. 10 nafar NATO askarining o'lishiga sabab bo'lgan Taliban hujumi masalasi 4 oy tekshirilgandan keyin Amerikalik 2 generalning huquqidan elib tashlanishi bilan oxirlashdi. Mufakkiratul Islom to'rining 1-oktyabr seshanba kuni xabar qilishicha, yuz berishi nodir hisoblanadigan qarorlardan beri Amerikalik 2 generalning huquqdan tushirib o'tilishi bo'lib, bu 2 generalning huquqidan tushirib o'tilishiga 10 nafar NATO askarlarining o'ldirilishini keltirib chiqargan Taliban harakatining o'tgan yil jarayonida NATO tashkilotiga qarshi qo'zg'agan bir qatimliq hujumi sabab bo'lgan ekan. 10 nafar NATO askarining o'lishiga sabab bo'lgan Taliban hujumi masalasi 4 oy tekshirilgandan keyin Amerikalik 2 generalning huquqidan qoldirib o'tilishi qaror qilingan. Taliban hujumida o'lgan 10 nafar NATO askarlari ichida ichidan 2 nafari Amerika dengiz armiyasi askarlari ekan. Shuning bilan birga Talibanning ashu hujumida Amerika havo armiyasining 6 dona urush aeroplani parcha qilinib, milliardlarcha dollarlik ziyon bo'lgan ekan. BBC axborotiga ko'ra, dengiz qurolliq armiyasining bosh generali James Amos qaror e'lon qilinishining oldida mundaq degan: General Charles M. Gorganus bilan General Greg E. Stordifant Taliban harakatining hujum nishoni bo'lgan Afg'onistonning g'arbiy janubidagi harbiy aeroport bazasini himoya qilishga lozimliq chora-tadbir qo'llanmagan. Amos yana mundaq degan: mazkur harbiy aeroport bazasining qo'mondoni bo'lgan General Gorganus askarlar va harbiy aslihalarning barliq mas'uliyatini ustiga oladi. Gorganus bu harbiy aeroport bazasiga qarata dushmanning maqsadlari va hujum qilish taktikasini mo'ljallashda xatolik sodir qilgan. Urush aeroplanlarining qo'mondoni bo'lgan General Stordifant to'g'risida so'z qilgan Amos
General Stordifant shu vaqtdagi urush vaziyatini o'ngshashda mag'lub bo'lgan degan. Amerika Isroiliya bo'lmasa edi, biz uni qo'ratdik dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin raisi Joe Biden agar Isroiliya bo'lmasa edi, o'z manfaatlarimizning xotirjamligi uchun Isroiliyani ijod qilishga majbur bo'lardik dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari muavin raisi Joe Biden G ko'chisi nomli Yahudi qurilishi yig'inida Ironga eng qattiq qartilgan jazoning Obama davrida bo'lganligini so'zlab, Amerikaning Isroiliyaning amonligiga qarta davomlashayotgan uzilmas yordami faqat Isroiliya bilan bo'lgan axloqiy munosabatimiz uchun emas, balki shartlik xalqaro amonlik manfaatlarimizni asos qiladi. Agar Isroiliya bo'lmasa edi, manfaatlarimizning daxli taruzga uchirmasligidan xotirjam bo'lishimiz uchun bir Isroiliya ijod qilishga to'g'ri keladi dedi. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 68 qatimliq asosiy yig'inida so'z qilgan Isroiliya bosh ministri Bunyamin Netanyahu Iranning atom yadro planini va ironlik mas'ullarning oxirgi mezgillarda qo'llanishga boshlagan ig'ir besiqlik siyosatini nishonga olib, Ahmadinejod bo'ri terisi ichidagi bo'ri edi. Ammo Hasan Ruhani qo'y terisi ichidagi bo'ridir. Kashki bizmi Ruhaniyga ishonch qila olgan bo'lsak dedi va tinchlikparvar ekanligini bildirishni xohlagan bir davlat nima uchun yer osti atom yadro bazasi qurdi? Nima uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik hay'atining qarorlariga qarshi chiqadi dedi. Amaliyotda Isroiliya O'rta Sharqdagi tinchlikni buzayotgan birdan-bir tajovuzchi davlat. Shundaqla BDT Xavfsizlik kengashining yuzlarcha qarorlariga pisand qilmagan rayondagi eng ko'p yadro bombaga ega davlatdir. Iron tashqi ishlar ministri Javdat Zarif Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'zini ochiq tutishi va Tehronga ishonmaslik ogohlantirishi bergan Netanyahuni yolg'onchilik bilan ayblab, Netanyahu va uning maslakdoshlari 1991-yildan boshlab Iran 6 oy ichida atom yadro quroli yasab chiqadi deb keldi. Oradan 22 yil o'tdi. Yana o'xshash bir gapni qilyotdi dedi. Iran was caught red-handed secretly building an underground centrifuge facility in Natanz. NATO Turkiya Xitoy masalasi haqidagi ko'z qarashlarini oshkorladi. NATO tashkiloti bosh sekretari Rasmussen Turkiyaning Xitoydan elishga o'ylashayotgan yadro qurollaridan qo'g'dinish sistemalari bilan NATO qurol sistemalarining bir yerda tura olmaydiganligi haqida o'ylanayotganligini uqtirdi. NATO tashkiloti bosh sekretari Andres Rasmussen Turkiyaning uzun musofirlik yadro bombalaridan saqlanish sistemasini elish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining qora tizimlikidagi bir Xitoy shirkati bilan ko'rishishga boshlaganligiga NATO a'zolarining qizg'in qaramaganligini e'lon qildi. Turkiyaning uzun musofirlik yadro qo'g'dinish sistemasini qurish uchun eng tuman bahoda taklif bergan Xitoy shirkati bilan ko'rishishga boshlaganligiga NATOdan norozilik keldi. Bosh sekretar Andres Fogh Rasmussen oldingi oqshom elib borgan bayonot yig'inida har davlatning qo'g'dinish sistemalari haqida o'zi qaror beradiganligini tilga olgan bo'lsa-mu, NATO ittifoqdoshlarining Turkiyaning Xitoy shirkatlari bilan elib berayotgan ko'rishishlardan bearam bo'lganligini uqtirdi. Turkiya bosh ministri Rajab Tayyip Erdo'g'anning so'zlariga asosan, texnicha oxirgi qarorning berilmagan bo'lishini umid qilaman degan Rasmussen, ittifoqdoshlarining o'rtaq ko'z qarashi hosil bo'lmasdan keyiniga so'zilganligini bildirdi. Rasmussen NATOga a'zo bo'lgan 28 davlatning birdaklik ostida birlashishlari askariy sistemalarning birlashgan kuchlarning tashabbusi ostida bo'lishi kerakligini uqtirdi. Bu sababdan ba'zi g'arb diplomatlari NATOning qurol sistemalari yanida Xitoy ishlagan yadrodan qo'g'dinish sistemasining bo'lishi munosib emas deb qarayotdi dedi. Hurmatli so'zlikdoshlar, biz bu xabar haqida Turkiya Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan maxsus telefon suhbati elib boramiz. Diqqatlar elib olgan suhbatimiz bo'lsin. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum salom. Erkin aka qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Yaxshimi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Hurmatli Erkin Akram aka, siz bugungi elib olmoqchi bo'lgan suhbat NATO tashkiloti Turkiyaning Xitoy bilan elib borgan harbiy uzun musofirlik boshqarilgan bomba sistemasini bir Xitoy shirkatiga berganlikka norozilik bildirganligini, buningki amallashmasligini umid qilganligini bildirdi Rasmussen. Bu şahta sizce Türkiye'nin Xitoy bilan hamkorlik elib berishdagi sabab nimadir? Buni oldi bilan buni yapaqsaq, keyin savollarni davomlashtirsam. Aslında bu NATO'nun ki Türkiye'nin bu xil ticaretini Xitoy bilan bo'layotgan bu kural ticaretini zaten xalımıgan.
O 2011'den başlayan bir müzakere bu aslında. 20 yıldan beri talaş tartışmalar devam kılmadıdır. En ahırda Türkiye bundak bir kararını bergen bolsa, yani Türkiye NATO'nun ki bisimi, Amerika'nın bisimi, Garip devletlerinin bisimini bilip durup eğer de mışında bir ticaretine emel kaşırgan bolsa, Xitay'dan mışdak bir roketine, Xitay'dan setiliş ticaretine eğer emel kaşırgan bolsa, demek ki Türkiye nurgun erzlerini oylagan boz gerek. Belki buna ihtiyaç duyulgan birkaç sebep buluş mümkün de oylamam. Birincisi belki muşu Türkiye hazır muşu tipteki muşu Xitay'dan situagan Kızıl Bayrak 9 balistik roketine naiti ihtiyaç var degenge. Eğer de naiti ihtiyaç olmagan olsa NATO'nun ki gap nima bismiga Amerika'nın bismiga biraz dikkat kılattı. İkincisi belki başka okşaş tipteki rokete bile siliştiğin vaxtıda Xitay'ınki biraz ezen çıktı. Belki üçüncüsü belki moyun boğunu dep oylama. Xitay şu teknoloji cette Türkiye'ye bunda yardım kıldığanlığını. Çünkü başka hiçbir şirket üzününki satkan bunda teknolojiye bile kuraştığan bundak kurallarını yalnızla kural sitip böyle teknoloji kısmını satmaydı. Xitay hamdi. Akşam Erdoğan mı doğru dediniz? Erdoğan mesela fakat Xitay şirketler bu uzun musafirlik başkurulan bomba sistemini Türkiye'de birlikte işlep çıkarışka onu dedi şuna dedim. Doğru bu 96'da mı Xitay bile bir kilişim boğan. En 98'de onunkin ameliyat bile işilgen buldu. Xitay nima Türkiye mi? Muşu sebepten tüpeyli bir kança muşu 150 kilometre asmanga mesela icraka atalaydıgan muşta balistik roketini işlep çıkardı hazır. Onun tiximi öyle orta menzillik mındak bir mesafelik roketini işlep çıkarıvadı da hazır. Hazır muşu havaga karta bulup mu muşu arplanga ve çet devletlerden kırdıgan roketini düşürülüş için. Muşta bir rokete ihtiyaç duyulmadı da. Yani muşu üç sebepten töpeyli belki muşu Xitay'nın ki bu hıl kuralını ağam boz bu hıl kuralının ilişkiye karar bergen boz gerekimli. Andakin yana Rasmussen'ninki mesela bu NATO kural sistemlerinin yanında Xitay'ninki kural sistemisining boshqa sistemasining bo'lishi muvofiq emasligini, bu Xitoyning kural sistemasining sifatining nacharligini ko'zda tutib deydimi yoki bu faqat Yevropa bilan bu sifat jihati o'xshashmi yoki bo'lmasa sifat jihatidan qarab deyotamda buni qanday jihatdan deyotimi? Bu aslında kurallarınki hemisininki bir sistemi var. Eğer de şu soğuk jangni esas aldığan bolsak, G'arbda bir NATO sistemi var kurallarınki. Bu aşağıdaki elektronikten teknolojiye bununki Windows'dan muşöyleki çağının çok küçüklük kengligice meyli kanda kural olsun. Bularınki farkı. Bu bolsa muşo Sovyetler İttifakı'nınki Varşova teşkilatı bile birlikte oturup çıkan muşo Varşova sistemi var. Hoş. Xitayma uzun yıldan beri şu Sovyetler İttifakı'dan ve kinki Rusya'dan kurallarını elip üzünün kurallarını terakki kıldığı başka Xitay'nın ki şu Varşova'nın ki tüzümünde veya Rus kuralının ki sistemine bağlı. Hem de bugünkü bazı kurallarının ki içindeki nazuk ve kıymet bazı nimeler var, parçaları var, parça. Ular hem de hıl devletlerden ağıl buldu. Mesela hazır Xitay Türkiye'ye sitbergen bu Kızıl Bayrak 9 roketinin ki bazı inçik ve nazuk saymanlarını Japonya'nın ki mesela Panasonic şirketinden ağan bazılarını Cenub Kore'den ağan hem de.
Manda degan vaqtida texnologiya jihatda bunda tuzumni ayırmak, bunda sistemni ayırmak pek ters. Ama bu NATO'nun devatkan tüzüm kuralga buyruk düşürüş ve şundakla bu hazır bu kompütürle işleydi o kompütürünki yumuşak metal bilen münasebetlik nerse. Hoş. Bu jihatda ikkisi bir-birisiga o'xshamag'achqa Xitoydan setib olgan bu xil roketini NATO'nun tuzumiga akirish tez deydi. Bu gapni deydi. Ama manda ahvolmi bor. Turkiya agarda shu texnologiyada kuchli bo'lsa, Xitoydan setib olgan shu qurolni yasab tuzab bo'lsa-mi, NATO'nunki tuzumi bilan bundaqliqi moslashtirishni qilib bo'ladi. Ama eğer NATO unmasa onu kırılı olmaydı. İkincisi, şu keyinki belki Rusya'da mı belki kurallarını setip iliş mümkün ama daha teknolojik kurallarını. Xitay'ınki kurallarını ayrı bir ermi kurup, mesela Türkiye'ninki NATO'nunki tüzümündeki bir ermi emez. Öz aldığımında bir ermiye mahsus bunda kurallarını orlaştırıp kurup verip ayrı bir sistemle kuruşunun ihtimali var. Hem de Türkiye müşünde kıyınçılık müşünde bisimlerini hemini bilip durup eğer de müşünde bir karar bergen olsa bununki özününki bir derdi var. Hem de sizce mesela bu tünügünkü Erdoğan'ın akşamki sözüdü mü Qo'sh Xitoy şirketininki Türkiye'de birlikte işlep çıkarışga qo'shildi deb shuni dedi. Sizce mesela bu Xitoy şirketi hozir Türkiye'de şu Türk mühendisleri, injenerleri şu Kur'an'ı işlep çıkaracak seviyeye yetkendiken Xitoy şirketi çekinip çıkıp gidip Türkiye özü müstakil yasay alamdı ya ki bunundikin ya bu devamlı Xitoy bilan birlikte bunun kelgusidagi mezgillerde mi Xitoy bilan her zaman birlikte yasash kerakmi yoki Türkiye müstakil yasandan keyin? Bence Türkiye bir mezgilden ki şu Kızıl Bayrak 9 tipdeki şu roketlerini işlerleydiğen halığı kilerleydi dep oylama Türkiye'ninki injenerlerinki seviyesi hazırki Türkiye'ninki sahip olan bu teknoloji bile münasebet. Ama bu kural sen bunda bir kuralın ağam vaxtıda seninki rakip düşman devletlerimi o üzünün kuralını mı terakki kıldırdın. Terakki kıldırgaçka sen mi terakki kıldırışka mecbur kalsa o terakki kıldırgan vaxtıda yana Xitoy bilan hamkorlik qilishga mecbur kalgan gap. Onda degan vaqtida şu kuralını terakki kıldırman degan siri Xitoy bilan bo'lgan bu xil hamkorlik davom qiladi degan gap hamda. Endi yana bu xabarda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki qari tizimlikidagi bir şirketga berilishi debdi. Bu mesela hozir Türkiye hamkorlashgan şirket Birleşken Devletler qandaq şirketlar mesela qari tizimlikka oladi mesela bu Xitoyninki davlat şirketi. Bu qari listega olgan Amerika devleti. Amerika. Amerika devleti şu Amerika'nın yaman kögen devletlerge şunda kural veya başka xil teknolojini setipegen şirketlerini cezalandırışga tirişidi. Bu cezalandırışının aldıda buların hemsini qari listege aladı. Yani Türkiye Amerika'nınki şirketleri ve Amerika'nınki yakın koşulları boğan devletlerinki şirketleri muş qari listege ilingan şirketler bilan ticaret qilmaydi deb bunda kelishidi. Hem de bu kelishim hem de şu Türkiye'ninki bazı bundaq bir nimege kelishimge imza attı mı atmadı mı Türkiye? Ve atkan bolsa nemişki Amerika bilan bu müzakereni netice çıkamay turupla bu Xitoyninki bu xil şirket bilan münasebet kurdu. Bu şirket yeniden cezalandırgan emas, burundula bu sabıkalı deydi o, burunla şu İran bilan, şu Libya bilan, şu qolgan Amerikani qolmaydigan devletler bilan ticaretlerini qilib yurgan. Bir qancha qitim buni qari listega olgan hamda qachon chiqiribdi bilmaymiz ama bir qancha qitim ilingan bir şirket bu.
Bunda şirketin neçisi var tefe? Xitayning davlat egiligidagi shirkatmi, shaxsiy shirkatmi? Devletninki himayesindeki şirketler bular. Ha. Yani Xitay'ınki çoğun şirketlerinin %99.9'ları hemisi devletin himayesindeki şirketler. Şununla bular ile başka devletlerinki şahsi şirketlerle rekabetke kirgen çağda tekimi güçlük çıkarlaydı. Şununla başka devletlerde bundak ihale, bundak ticaret kılış jetlerde naydı bir alaylık tarafı bulu demdi. Doğru. Erkingan ahırda bu mesela müşqatimlik Türkiye bilen bu hamkorlikniki elbette bu çoğun nayeti ciddi iqtisad kedigan bir kelişim. Bu hamkorlik sizce Türkiye'deki Uygurlara salbiy ta'sir etkilemdi. Mesela Xitoy bunda çoğun bir hamkorlikni nurg'un azan pulga tez vaqtda tez surat ishlab berish. Bu narsa qanday albatta Turkiyada nurg'un talablar bo'lishi mumkin. Buning muqobilasiga masalan samanda qilib bersa degandek. Buna qishan bo'lishi ehtimoli qanchalik sizce? Bunun ihtimali yukarı. Çünkü Türkiye eğer de Xitay bile bu xil ticaretlerini yani bulupmamış askeri jetteki, elmi jetteki bundan ticaretine devam kıldırış için Xitay'nın kimi bazı talepleri kimi kulak vermesi bulmaydı. İkincisi Türkiye'nin ki şu rayon karakterlik siyasetleri bağın seri Garp devletleri bile Amerika ve Garp devletlerinin ki şu rayon karakterlik siyaseti bile maslaşmayı vadıdı. Yani Türkiye üz aldığı bir siyasetine ilip bir vadıdı. Amerika veya Avrupa'nın ki bu rayondaki siyaseti bile dokunuşu vadıdı. Öyle ki birbirisi bile bunda zıtlık peyda bulu vadıdı. Bundak bir peyde Garp'ın bisimige karta Türkiye'me Xitay'daki, Rusya'daki, Hindistan'daki bunda devletlerle münasebetine terakki kıldırışka tırışıdı. Onun için Türkiye'me yeni bunda terakki kılıvatkan bir devlet boğaşka meblağ ve teknolojiye ihtiyacı var. Bunu Garp devletlerden istigen vaxtıda bula her daim bir banalarını tapmakta. Türkiye belki şunda Xitay'daki bunda hem pulu var hem üzge yeterli mındak bir teknolojiye sahip olan devletlerle münasebet kuruş Türkiye'ninki hazırki milli menfaati mında digende. Misalga Türkiye'de NATO'nunki roketi var, onunki başka kurallar mı var? Niçin için yani Xitay'ınkini aldığı digende Türkiye bu kurallarını işiltiş için NATO'dan ruhsat iliş lazım. Eğer NATO bunun ruhsatını vermese, onunki o yumuşak miktardaki o işlemlerini Türkiye'ninki erkinliği koyup vermese, Türkiye üz aldığı buna işiltemeydi. Bundak bir şununla bu Türkiye üz aldığı müstakil siyasetini ilip barmen diyen vaxtıda Garp'lere karşı Şarkı devletlerle mi belki münasebetini terakki kıldırışka bir mecburiyet emdi. Bunda peyte Xitay'ma ben sana menfaat verdim, benimki menfaatim var, bununla karab koy. Benim menfaatimgime karab koy. Çünkü bu gapni Xitaylar devamlı deydigan bo'lib kaldı. Arkanda devletke şunu deydigan bo'ldi. Bizninki milli menfaatiga dokunduğan veya zıt kildigan arkanda bir işini biz xalamaymiz deydi. Onunki manası yani devletin toprak bütünlüğü, iyilik hukuku ve Xitay'ınki bölünüşüge karşı bunda faaliyetlerge, her kanda bunda faaliyetlerge biz karşı dağıdıdı. Türkiye'ye ne çıkıttım buna tekitledi. Şunun kargancakta hem de Türkiye'deki bazı Uygur faaliyetlerge malum seviyede bir tesir yedi demle. Tamam, köptün köp rahmet etimiz. Kıymetli fikirlerini verdiniz. Rahmet sizge ziyaretimizi kabul kılalım. Ben rahmet etimi. Hürmetli televizor görgüçler. Şunda qilib bu qitimliq haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.